xotin bilan ursang tinch qo'ymaydi. Bolangiz sizni sog'inibdi. Bo'lmasa hayotda yozmasdim. Ada sizni sog'indim. Baribir yaxshi ko'raman shu xotinimni. Men ham seni sog'indim bolam. Seni o'ynashga kuch-quvvat bo'lsin deb qazib oldim. Mash devalida boks o'ynamoqchi edim sen bilan. O'yin arazlab olib ketib qoldi. Fursat bolani yaxshiroq. Mana ko'ring, o'g'lingiz ba'zgina o'ynab charchab uxlab qolasiz, to'g'rimi? To'g'ri-da. O'zingdan qo'shma. Mana bolam kesin zo'r o'yinchoq olib qo'yganman. Politsiya o'ynaymiz. Shunchalik sog'ingan bo'lsangiz, olib keting adam bilan gaplashib. Yaxshimisan? Nimaga keldingiz? Ketmayman baribir. Ketmayman deb. So'ngga ko'tarib olganing qara. Seni deb emas, bolam uchun keldim. Esingizda bo'lsin, sizni faqat bolamiz uchun kechiribman. Bo'lmasa ikki dunyo kechirmasdim. O'zi o'rtamizda bola borligi uchun keldim. Bo'lmasa qoramni ham ko'rmasding. Bo'pti, yuring, uyog'ini uyda gaplashamiz. Hadi men gaplashib ketding? Yo'q, shart emas, adam uxlab qoldilar. Uni qarazli urmang, ha? Siz ham xafa qilmayman. Aytmayman. Ada o'yin, mana olib ketmaysizlarmi? Voy, o'zi sana uchun keldimi bolam? Hadi qarab turolmayman. So'raymi? To'xta, kerak emas. Bolam shu yerda qolmaysan, dodayman. Kompyuter o'ynaysan, qolaman deysan-ku har doim. Qanaqa bugun?